5 daqiqada stressli vaziyatdan miyani zararlamasdan chiqib ketish usuli. O'sha payt miyangiz qo'rquvga to'lgan va mushaklaringiz qotib qolgan bo'ladi va miyangiz o'lib qolishi mumkin, tayoq yeyishi mumkin, uyalib qolishi mumkin deb o'ylaydi. Buni oldini olish uchun askarlar urushga ketishdan oldin qo'llagan qadimiy texnika mavjud. Unga ko'ra, xayollarga yengilmay, ularni qayta nomlash kerak. Miyam meni himoya qilish uchun aldayapti deb o'ylang. Bo'ldi. Endi esa nafas oling va uni 4 sekund ushlab turing. Keyin sekin chiqaring. Bu sizning parasimfasitik nerv tizimingizni faollashtiradi. O'sha payt xayollaringiz hech qachon haqiqat bo'lmaganini anglaysiz. Endi siz chuqurroq o'ylab, tezroq harakatlanasiz. Bilimli loyihasiga qo'shiling va kuchli bo'ling. 297 ming so'm evaziga dublyaj aktyorlarnikidek ta'sirli va chiroyli ovozga ega bo'lishni istasangiz, izohlarda ovoz so'zini yozib qoldiring. Men sizga 5 kunlik mini kursga ro'yxatdan o'tish uchun havola yuboraman.